Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugun sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz zakot haqida bo'ladi. Ya'ni tushda zakot qilayotganligini ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi. Tushdagi zakot mol-mulkining ziyoda bo'lishi va 2 baravar o'sishiga dalolat qiladi. Kim tushida moli zakotini ado qilayotganligini ko'rsa, mol davlatning o'sishiga, moli dunyosining o'sishiga, ko'payishiga dalolat qiladi. Kim tushida Alloh taolo farz etgan bois zakot berayotganligini ko'rsa, ya'ni tushida agar boy bo'lsa, u mol davlat ne'matga erishadi. Namozlarini vaqtida ado etadi. Mol davlat boylik egalarining zakoti yaxshilik va dushmandan himoyalanish belgisi hisoblanadi. Tushdagi zakot tunlarni bedor o'tkazish, tunda tahajjud namozlarini o'qish, nafl ro'zalarini ko'p tutishga dalolat qiladi. Tushdagi zakot mol zakotini qarzdorlarga berishga dalolat qiladi. Shunday ta'birlar borki, tushda zakotni ko'rishlik o'zi uchun aziz bo'lgan bir insonning vafotiga ham ishora bo'lishi mumkin. Mol davlat zakoti uning yanada ko'payishi, foydaning ortishi, rohat-farog'at, martabaning ko'tarilishi va balo-ofatlarning undan daf bo'lishiga ham ishora bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.